Alaykum ahli do'st, ahli birodar, tog'a jiyanlar, munis dilbaronaxonlar, yurtimizning yana bir obro'li, e'tiborli, zahmatkash, tanta insonlarning xursandchilik damlarida. Qolaversa go'zal to'y tantanalari siz aziz qadrbaland insonlar bilan elimizning, yurtimizning ajoyib go'shalaridan biri bo'lmish O'tirar qishlog'ida o'zining beminnat xizmatlari bilan obro' qozonib kelayotgan yaxshi bir xonadon sohibi sultonlar, ya'ni kim Usmon aka Ergashev xonadonlarida diydor qadar ko'rishganimizdan, qolaversa to'y bahona diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsiz siz aziz qadrbaland insonlarga, qadamlaringizga hasonatlar bo'lsin deb qolamiz. Bugun o'zgacha va fayzli kun, shukuhli dam, go'zal to'y tantanalarni siz aziz qadrbaland insonlar kabi biz ham guvoh bo'lib turibmiz. Ya'ni kim bugun Usmon akamizning jondan aziz farzandlari, ko'zlarini oq qorasi bo'lmish singlimiz, bugun kunimizning malikasi aynalib turgan singlimiz Dilafruz xonning to'yidan oldin bo'ladigan qizlari bazmi to'y dasturxoni munosabati bilan Usmon akamiz el yurtni chorlab, uzoq yaqinni qarindosh, qo'mi qarindoshlarini chorlab, el yurtda yaxshi to'y beryaptilar. Bugungi kunimizning qahramoni singlimiz Dilafruz xon ham baxtli, saodatli bo'lsinlar. Do'stimiz, qadrdonimiz, ukamiz Asadbek bilan baxtlari to'kis bo'lsin. Allohimning eng ezgu niyatlari esa farzand ne'mati bilan siylasin. O'g'ildir, qizdir, Allohim vaqt so'da solihdir, solihadir. Mu'mindir, muslimadir, dini diyonatda tengsiz, odob va axloqda benazar, bir-biridan go'zal o'g'il qizlarni yaratgan ekandan so'rab qolamiz deganlar. Qo'llaringiz bo'lishsa, to'y egalari sha'niga, bugungi kun shukuhi malikasi sha'niga guldiroz qarsak chalsangiz nur ustiyala nur bo'lardi.